Xitoy Maextra S800 avtomobilini O'zbekistonda rus tiliga o'girilgan versiyasi menimcha bo'lmasa kerak va mana bu yengilligini qarang. Saytga ham hozir Maextra S800 ni to'liq rus tiliga o'tkazib berdilar. Hamma monitori to'liq aktivlashtirilgan. Buni qarang. Mana hamma narsasi rus tilida. Bu taraf ham rus tilida. Yana qo'shimchasiga bunga yana ilovalar ham o'rnatib berishdi. Bu tarafda ham ilovalar bor, bunisida ham kiraylik mana. Qarang. Qanaqa ilova? Kinopoisk deysizmi? Mirovoy radio, All Play, Yandex hammasi bor va bu tarafi ham ishlaydi. Hattoki YouTube. Bunga SIM karta ham o'rnatib berasizmi? Ha, o'rnatib beraman. Hozir birinchisi bo'ldimi, aka? Yo'q, bu uchinchisi, ikkitasini qo'ymaganmiz. Ha, bu uchinchisi bo'ldi. Uchinchi mashinamiz. Sotuvligidan bitta bo'ldi. Reklamaga endi chiqaryapmiz. Qarang, buni qarang. Bu mayli, bu hali ishlov emas. Orqa tarafdagi katta monitor, proyektori ham to'liq rus tiliga o'girilgan. Mana shu mana planshet, boshqaruv plansheti, mana bu monitor proyektordan. Bu monitorda ham barcha ilovalar to'liq ishlab turadi. Mana hozir YouTube'damiz. Kinopoiskga kirib bering. Mana qarang. Bu kiran nastroykalari ham mana to'liq rus tilida. Ovozini sal pasaytirib yuboraylik. YouTube ovozini pasaytiramiz. Hamma narsa rus tilida. Mana nima desangiz hammasi bor. Hattoki mana ob-havo ma'lumoti. YouTube'ga kirganda, qarang, poisk qilganda klaviaturalari ham ingliz tilida. Mana shu Xitoy mashinalarida sal muammo bo'ladi o'zi. Xitoy tilida chiqadi. Endi yana bitta yangilik o'zi aslida faqat Maextra S800 emas. Nima mashina bo'lishidan qat'iy nazar, Harmony S operatsion tizimda ishlaydigan barcha mashinalar, bular jumlasidan Voya Tayshan, Voyani hammasi, Avatarlar. Keyin bu Maestrolar, Aitolar, hammasi. Hozir mana bitta narsani aytdingiz, Voya Tayshanda hali hech kimda yo'q, rus tili qilish. Biz qildik, xudo xolasa, yana olib kelishdi. Rossiyadan ham keldi deysiz. Qoyilmisiz? O'zbekiston rivojlanishda to'xtamayapti. Men davom etardim. Demak, infrastruktura, infratizimlar rivojlanmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobilni ham xarid qilishdan qo'rqish kerak emas. Mana shunaqa mutaxassis akalarimiz nima muammo bo'lsa hammasini hal qilib berishadi. Pastda belgilab qo'yamiz, bemalol o'tib, qanaqa mashinanglar bo'lsa, bularga murojaat qilinglar. Zikrlarni ham to'liq qilib berishar ekan. Zikr o'z shaharda ikkita odam qotdi buni o'zi. Bittasi sizlar, yana boshqa mutaxassislar qilishayotgan ekan. Buni ham endi Voya Free Plus, Voya Tayshan, Zikr, Maextra, Aito M9 hammasiga demak SIM karta o'rnatib, rus tiliga to'laqonli o'girib, yana barcha ilovalarni ham o'rnatib berishar ekan. Xullas, mana rus tiliga o'girilgan Maextra 800 imiz sotuvda.